O'lim. U qanday rangda? Oq yoki qora? U yig'laydimi? Bu haqida hikoya so'ngida aytib beraman. Bu dunyo qattiq aldaydi. Kimgadir berib sinasa, kimgadir bermay sinaydi. Nafsimiz yiqqan mol-u dunyoni kichkinagina qabr qabul qilmaydi. Yotar joyimiz qabr, kiyadigan kiyimimiz esa kafan. Ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam, bir barakay kuydim. Dedingiz, jon bolam, saqlama dilda g'am. Mehrning narxi yo'q, do'stlar. Biz nima uchun yashayapmiz? Hayotimizning mazmuni nima? Jonimizdan ortiq ko'radigan farzandlarimizmi? Yo borimizni bergan uchastkamizmi? Yoki minib yurgan eng oldi mashinalarimizmi? Yo'q, hayotning mazmuni bularda emas. Bir kun o'lish uchun har kuni yashayapmiz. O'lim. U bir kun sizning eshigingizni ham taqillatib keladi.